ayol kishi o'ziga xos bo'lgan mol mulklarda tasarruf qilish huquqiga ega. Bu ham mol mulkda ularda haqqini sobit qilishimizga kiradi. Misol uchun kirib ro'zg'or ishlarini hammasiga aralashuverish erkak kishiga joiz emas debdilar ulamolar. Ya'ni kirib olib oshxonada billa kam nimaga bunaqa qilmading deb aralashuverish ham joiz emas debdilar ulamolar. Ro'zg'or ishlari ular mulkimi, ularning ishimi, demak shundoq. Mahrlari ham bor shu o'rinda. Mahrlari nima desa, qarzimiz bor to'g'riroq. Ayollarda mahrini berishimiz kerak. Shuni joyiga qo'yib qo'ysin debdilar ulamolar. Qandoq? Domla esimdan chiqib ketgan deyaptilar bittasi. Meni esimdan chiqib qoldi, qanday to'layman? Shunda 5 millionda olib kiring yoki bo'lmasa qo'lingizga sig'adigan bir hovuch tilla taqinchoqni olib kiring-da, oldiga tashing, durpat. Tashab turib, nima deng? Mahring esimdan chiqib qolibdi. Rozi bo'lasanmi deng? Juda rozi bo'ladi-da. Mana shundoq qilib o'tab qo'yish kerak mahrni. Esida bor bo'lsa, tezda mahrni o'tab qo'yilgan ma'qul. Chunki o'lim haq. Kelib qolsa, qarzdor holatda ketamiz. Alloh taolo bizga halol qilib bergani muqobilida ana shu mahr turadi. Qizlarimiz haqqi.